qismninki oxirgi so'zini ikkinchi jumriyatning halak bo'lganligini zo'rdan sabir oxirgi so'z davlatda fikr alışyoqdi. İkinci cumriyatning halak bo'lganligini zo'rdan sabir ana yurtning 3-chi qismining 1752dan 1753 bitida adabiylashtirib mandaq yozgan. Aşağı qo'yib qo'ying. Aşağı yozgan. Endi birinchi jumriyatnikini halak bo'lgan jarayonni Abdurrahim Ötkör'niki yazdı. Şunlar masasında ma'nın cep bo'lgan jarayonni zo'rdan sabirning kitobini bunu o'qiganda qo'rqur so'zlariga diqqat qilish keldi. Qanday beraverim. Mana o'qidim men. Nuri tik cho'qqiga Nuri shu vaqtda ashaqqa banditlarni qo'g'laymiz deb avatgan batalyonni boshladi. Nuri tik cho'qqiga yamshib chiqib durbun bilan sharqqa qaradi. Cheksiz o'rmonlik Dolqunluq daryo uninga ana yurti, ili daryo bo'ylari, Qosh daryosi bo'yidagi quyuq o'rmonliqlarni eslatdi. Uning xiyoli ili vodisiga ko'chdi. Qo'rsig'i pumpaygan zaytunaning ayoli, qo'rsig'i pumpaygan zaytunlarning chiroyli kulkisi, Hamidning ko'zlari ziyovudun. Bir umr bola o'tida chilangan dodsining qo'ruq basqan mazmut chiroyi ko'z oldiga keldi. Bum qilgan dahshatlik ovoz bilan tang santurlik yenidagi qarg'ayga yo'landi. Tog'lar peqirdi. Yer bilan osmon o'rin almashtirdi. Uning harbiy kiyimi qon bilan bo'yaldi. O'rmonlar cho'rgildi. Yer zamin qondek qizardi. U ingrashqimi ojizlik qildi. Onun ko'ziga büyük daraxtli qoptallar ko'rinibdi. O darhol ili daryosi bo'yidagi yelsi, dodsi va yurdoshlari Manas daryosi bo'yida o'rmon bog'ida kunlari mashq, o'rganish va artist bo'lib drama o'ynash bilan xo'shal o'tkazayotgan inisi Barani Suyumlik ayoli G'ulja güzeli Zeytunlarning yeşil ormanlardan hayacinlik itqan liriklik sözleri eslidi. Bu eslimler onun hayatı bilan chin bağlangan. Buningdan keyin doim takrorlanadigan güzel xotira batleri. Hayat mana mushunda batlarning jug'lanmiz. U pat yaqinda bu xotirlarning egilari bilan billa bo'ladi. Ular birlikte qaqaqlab külüşüp hayatının lezzetini sürüşüdü. Goya mengülük gamsiz galbilarda g'oliblarda maqsadlariga yetishgan fidoyilarda aşık mashqlar murada maqsadlariga yetishganda O gum qilgan ikkinchi o'q bilan yerdan qonqib ko'tarildi-da, tuvanga bujg'ib eqiyotgan Qiron daryosiga qarab tushdi. Ili osmondagi bir yo'riq yulduz vaqtsiz ko'chdi. Qalbi orzu armon bilan to'lgan bir yigit Nuri Ziyovuddin noma'lum tarafdan kelgan 2 pay o'q bilan 26 yoshida al-yurt ota tuprog'i bilan mangulik vidolashdi. Onundan rivayetke aylangan acayip hikayeler bilen bir oğul dünyaya köz açkusi. Yana bir perzenti halkka yadigar bulup kaldı. Muşnunda dadısının mezmut çırayı, oğulunun demişi, özünün itilişi, muşu yokşi, muşu devletninki en ahır valak boğan gününü acayip bir edebiyatlaştırıp yazgan. 2 pay oq attı deydi. Bu 2 pay oqның kim o? Bu 2 pay oqning birini Жаңжырың attı, birini Ahmetcan Qasım attı. Şunun bilan bu ölüp tügedi. Mening sözüm, bir şeyde bugünkü sözüm. Nunqashda